ey qori, wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Sukunlik mim bor va undan keyin fa harfi bor. Shunda ixfo qilib qo'yishdan ehtiyot bo'ling deydi qori. Nima uchun desa, liqurbiha fa harfiga mim harfimiz yaqin, am af ko'ryapsizmi, yaqin. Vav harfi bilan bir xil, lab mimda bir-biriga tegsa, vav desa lav cho'chchayadi. Shuning uchun u bitta mahraji. Bu esa mahraji yaqin. Shuning uchun ham ko'p qorilarda nima bo'lib qoladi? Ixfo bo'lib qoladi, izhor bo'lmaydi. Masalan, mana hum fiha, faga misol. Hum fiha da hum fiha deydi. Ko'ryapsizmi? Lab yopilmayapti. Hum fiha. Yo'q, hum fiha mimga yopilish kerak, hum faga esa ochilish kerak. Hum fiha desa ixfo bo'lib qoladi, yashirilib qoladi. Shuning uchun ham muallif bizda alohida ehtiyot bo'l, sukunlik mim foga yo'liqib qolsa, maxfiy bo'lib qolmasin, ixfo bo'lib qolmasin dedi. Vovga ham yo'liqqanda ham shunday. Masalan, ko'p Fotiha surasini o'qiymiz-ku. Alayhim va shu alayhim va deydi. Buni qarasanglar lab bir-biriga tegmaydi. Alayhim va, qarang. Alayhim bir-biriga tegish kerak, vaga ochilish kerak. Alayhim valaddolin deb keyin tamomlaymiz. Shu paytda mana fa'rifi degani i'rif zalika ayyuhal qori wajtanibhu. Ey qori, buni yaxshi bilgin